takliflarni dasturga keltirayotgan jurnalist xodimlar, operator xodimlar. Avvalambor har biringlarni ushbu bayramni nishonlash kunlari nasib qilganidan va bu kunlarda yetkazganiga minnatdorchilik bildirish bilan birgalikda yurtboshimiz tomonidan o'qib eshittirilgan tabrikni hammanglar yaxshi bilasizlar. Alohida ommaviy vositalarga alohida e'tibor berilishi davlatimiz tomonidan va yurtboshimiz tomonidan alohida bu tizimni rivojlantirishga yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha belgilab berayotgan vazifalar, 4-hokimiyat vakillarini, ommaviy vosita xodimlarini to'liq erkinliklarini qo'llab-quvvatlash uchun yaratayotgan sharoitlar, shu bilan birgalikda Andijon viloyat hokimining alohida minnatdorchiligi, tabrigi shu bilan birgalikda oldinga surayotgan sizlar bilan amalga oshirayotgan islohotlar davomiyligida sizlarga bildirilgan takliflarini ikki og'iz yetkazib qo'yishni menga yukladilar. Xabaringiz bor, bugun fuqarolar qabuli bu ertalabdan kechgacha davom etishi bilan tadbirda huzurini so'rab yetkazib qo'y. Albatta ishtirok etish niyatida edi. Har biringlardan holilardan xabar olib, har bittasi qanday joylashdi, qayerga o'tkazding, kim keldi, kim qolib ketdi, qaysi biriga qanday taqdirlaysan. Hatto bizda bir an'ana bor edi. Hammanglar yaxshi bilasizlar bu narsani. Kimlar taqdirlaysan degan savolni qo'ydi menga. Men har bitta yo'nalishda egalaridan, rahbarlaridan olaman va u yo'nalishlardagi eng faollar taqdirlayman. Yo'q, bu faollar bayrami emas. Butun ommaviy axborot vositalari xodimlari bayrami. Har bitta sovg'asi olishi shart deb. Shuning uchun har bittalarga bu arzimas bo'lsa ham kichik bir sovg'alarini yetkazib qo'yishni menga vazifa qilib yukladi. Ushbu tadbirga kim qolib ketgan bo'lsa, agar unda ijtimoiy holat bo'yicha kimdadir sog'lig'iga qarab boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, ro'yxatni shakllantirib bugun uyga yetkazib berasan degan topshiriqni ham alohida yetkazdi. Sababi bu nima degan? Bu avvalambor viloyat hokimining har bitta narsaga e'tibor qaratishi, shu bilan birgalikda har bitta tizim xodimini olib borayotgan faoliyatini jamiyatga yetkazib beruvchi eng asosiy vosita bu ommaviy axborot vosita ekanligini to'liq tushungan holatda barchamizga shuni tushuntiradi. Har birimizga buyuridiki, yetkazadiki, tizim xodimlaridan tashqari erkin ijodkorlar, erkin harakat qilayotgan blogerlar, tadbirkorlik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan blogerlarimiz ham bor. Yo'nalishni yangi ochayotgan blogerlarimiz ham bor. Shularga ham e'tibor bergan holatda har bittasini urg'u berib, to'xtalib, shaxslarning ism familiyalari bilan hattoki e'tibor qaratishni bizga vazifa qilib yukladi. Eng muhim narsa, avvalambor shu sohada faoliyat yuritayotgan ustozlarimizning umri ziyoda bo'lsin. Ularning qalamlari, ularning shogirdlari, ularning izdoshlarini yetkazib berishda ular sohada charchamasinlar va sohada bosh-qosh bo'lib turgan yo'nalish rahbarlariga ham kuch-quvvat tilaymiz. Bayraminglar doimiy ravishda muborak bo'lsin deyish bilan birgalikda xizmat ko'rsatayotgan yetuk yosh kadrlar bor. Bular ustozlarning etaklarini mahkam ushlagan holatda oldinga kattaroq rejalarni qo'yib, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, jurnalistikamiz ham xalqaro darajaga chiqib boryapti. Bugun xalqaro darajada ular hozirgi kunda eng yetuk bo'lgan, ro'yxatda yuqorida turgan gazeta bo'ladimi? Xalqaro arenadagi jurnalist xodim bo'ladimi? U bilan tenglashadigan xodimlar bugun viloyatlarimizda